Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Xitoyning sodiq xizmatchisi Abdukim G'ofur tutqun qilingan. Xitoy hukumatı 5 xil tonishni Uyg'ur sabiylariga singdirishni nishonlamoqda. Hong Kong valisi Karilam dialog munbiri qurishni umid qilganligini bildirdi. Qatar Xitoyning Uyg'ur siyosatini qo'llash qarorini qaytarib oldi. Tövəndəki ixtilaf xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning 2008-yildagi olimpik mezgilda Kuchada yuz bergan qarshilik harakatlarini bostirishda aktiv rol o'ynagan va mukofotlangan Kuchana aylik jamoat xavfsizlik idorasining siyosiy komissari Abdukim G'ofur o'tgan yili 6-oy tutqun qilingan. Chet eldagi ismini oshkorlashni xohlamagan kuchalik bir muhojirning bildirishicha, Abdukim G'ofur Xitoyning Beijing olimpik mezgilida Kuchada yuz bergan qarshilik harakatlarini bostirishda aktiv rol o'ynaganligi va bu sababli hukumat tomonidan mukofotlanganligini eskartgan. Ma'lum bo'lishicha, Abdukim G'ofurning 200-lik bilan ayblab tutilganligi, ammo konkret qaysi vaqa yoki qaysi shaxslarga qarata atalmish 200-lik qilganligi haqida hech bir ma'lumot yo'q ekan. Baydu 11-dagi Abdukim G'ofur haqida qisqa bir tunishtirishda, Abdukim G'ofurning olimpik mezgildagi muqimlik uchun amaliy harakat orqali qasd qo'shganligi, bu sababdan olimpik ilg'orlar qatorida mukofotlanganligi qayd qilingan. 2008-yil 10-avgust kuni, ya'ni olimpik boshlanib 2-kuni Kuchada zanjirsimon portlatish vaqasi yuz bergan. Vaqada Kuchana aylik jamoat xavfsizlik idorasi, OJ idorasi va savdo sanoat idorasi qatorliq bir turkum hukumat organlari hujumga uchirgan. Xinhua agentligining shu chog'dagi xabarda bayon qilinishicha, mazkur vaqada hujumchilar va saqchilar bo'lib, ikki tarafdan 11 kishi o'lib, 13 kishi yaralangan. Abdukim G'ofur hujumchilarni bostirish va ularning oila tavobatlarini jazolashda aktiv rol olganligi uchun ayni chog'da dag'dug'ili holda mukofotlangan. Bu yil 54 yoshga kirgan Abdukim G'ofur 2018-yilning o'ttirlarida tutqun qilinib, hozir qadar kesilgan yoki kesilmagan bo'lsa lager yoki qamoqda ekanligi haqida uchur berilmagan. Xitoy doiralarining yillardan beri tashviq qilib kelayotgan atalmish 5 xil tonish tushunchasi haqidagi tashviqot faoliyati nuqtali holda boshlang'ich maktabdagi Uyg'ur o'smirlariga tatbiqlashga chaqiriq qilishi zo'r diqqat qo'zg'amoqda. Atalmish Xinjiang gazetining 20-avgustdagi xabarda aytilishicha, Uyg'ur avtonom rayonlik siyosiy kengash maxsus yig'in ochib, 5 xil tonish tushunchasini majburiy ma'rif bosqichida umumlashtirish masalasini o'tirib qo'ygan. Urumchi shaharlik 1-o'rta maktabning ximiya o'qituvchisi Jingmanli muxbirlar so'z qilib, boshlang'ich maktab dali o'quvchilarda Junxo madaniyati va inqilobiy qurbonlar haqidagi tushunchani, shuningdek 5 xil tonish tushunchasini cho'nqur yildiz tortqizadigan muhim mazgil degan. Aloqador materiallarda ko'rsatilishicha, 5 xil tonish tushunchasi odatda ulug' vatanni e'tirof qilish, Junxo millatini e'tirof qilish, Junxo madaniyatini e'tirof qilish, Xitoy kompartiyasini e'tirof qilish va Xitoycha alohidalikka ega sotsializmni e'tirof qilishni ko'rsatadigan bo'lib, o'quvchilar cho'qim o'zlarini mushu 5 xil o'lchamga bog'lashi lozim ekan. Muhojiratdagi Uyg'ur ziyolilari bu Xitoy hukumatining Uyg'ur o'smirlarini kichikidilla o'z millati va o'z madaniyatidan tinishga, uni inkor qilishga yetaklash o'rinishi deb ko'rsatmoqda. Fuqarolarning haq-huquqini qo'g'dash fronti guruhi dialog masalasi ustida to'xtalib, Karilamning namoyishchilarning talablarini qondirolmaganligini, shunga xalqning Karilamga ishonmaydiganligini e'lon qildi. Xitoyning Hong Kong alohida ma'mur rayonida jinoyatchilarni Xitoyga qaytarib berish qonun taklifiga qarshi 3 oydan beri uzilmay davomlashayotgan namoyishlardan keyin Hong Kong valisi Karilam dialog munbirini qurishni o'ylashayotganligini e'lon qildi. Karilam axborot e'lon qilish yig'inida 18-avgust kuni o'tkazilgan namoyishdan keyin xalqning hukumatga indemoqchi ekanligini anglab baxmoqchi bo'lganligini bildirib, dialog munbiri qurishni orzu qiladiganligini, xalqning har qaysi guruhlar bilan samimiy dialog o'rnatish orqali tinchlikqa qaytishi va zo'ravonliklardan uzoq turish uchun bir boshlang'ich bo'lib qolishini umid qilganligini ta'kidlagan. Yakshanba kundagi namoyishni o'rinlashtirgan fuqarolarning haq-huquqini qo'g'dash fronti guruhi bo'lsa, dialog masalasi ustida to'xtalib, Karilamning namoyishchilarning talablarini qondirolmaganligini, shunga xalqning Karilamga ishonmaydiganligini jakarlagan. Hong Kongda 18-avgust kuni Viktoriya bog'chasida keng ko'lamli namoyish o'tkazilgan bo'lib, fuqarolarning haq-huquqini qo'g'dash fronti guruhi namoyishga 1,700,000 Hong Kong xalqining qatnashganligini ilgari surgan. Qatar vakili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining palata a'zosi Kolisika bildirishicha, 12-yildagi Xitoyning kishilik huquq ahvolini qo'llagan xatdan imzosini qaytarib olishni qaror qilganligini aytgan. Mazkur xatda ilgari keyin bo'lib 50 davlat imzo qo'ygan bo'lib, ko'plagan musulmon davlatlari uning ichida edi. Janvada turishliq Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Qatar vakili Elchi Ali Mansur 18-yilda Kolisika xat yozib, moslashtirish va tangshash nuqtasidan qaraganda yuqorqi o'rtaq xatni qo'llashimiz bizning tashqi munosabatdagi muhim ishlarimizga ta'sir yetkazadi ekan. Shunga betaraf bo'lib tangshash va qolaylashtirish xizmatlarini qilishni xohlaymiz degan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.